Partuklarimizni taqalib, tez xamir qilishga o'tamiz. Sutga dro'jja solib, ozgina kutamiz. Ketidan qolgan hamma masalliqlarimizni sovuramiz. Bular shakar, tuz, tuxum va un. Yaxshilab aralashtirib, xona haroratidagi saryog'imizga solib, bitta massa qilib olamiz. Qo'lga yopishadigan xamir chiqadi. Xamirimiz zo'r chiqqanda siynim makillab qoldi. Xamirimiz shunaqa chiqdi. Endi kutishimiz kerak. Endi kutamiz, duxovkaga tiqib yuboramiz. Striklab, issiq joyga olib qo'yamiz. Qashirdoq chiqsa, sizlarga ismir qilib beramiz. Qarang, oppoqligim. Voy, bu Sinova Mahmad donaligini gapirmasam ham bo'lmaydi. Oshgan xamirimizni kichkina bolaliga bo'lib chiqib, videoda ko'rsatilgandek o'rab chiqamiz. Past olovda ikkala tarafini qizartirib olamiz. Ozgina sovigandan keyin shakarga botiramiz. Ishoninglar, bu tam og'zingizda shunaqa qolib ketadi. Bon appetit. Mani retseptlarimni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Просто вкусняшка. Помпа-папушка. Bu narsani hamma yeb ko'rish kerak. Hammaga Hayır.